Uzdil HTML dersiga 32. qism XHTML elementleri. Bu derslikni oldingi qitimliq darsligimizda mazmunlarni so'zlab o'tdik. Bu asosliq XHTML elementlarining grammatik qoidasi, bu 4 qoidaninki amaliy misollarini ko'rib o'taylik. Birinchi, XHTML elementi cho'qim to'g'ri so'ndirilishi kerak. Deganda, masalan, bu xat kuchning mazmuni bo'lsa, buningki bu bir tarafida yanto xat kuchninki boshlanish xat kuchi, yan bir tarafida tom xat kuchninki oxirgi xat kuchi manda holatda kasb bo'lmaydi. Cho'qim bir boshlanish xat kuchi, oxirgi xat kuchi, o'ttirdi mazmun, holat bo'lishi kerak. Agar ko'pligan xat kuchni ishlatgan vaqtimizda u xat kuch massalda ikki tarafga kelishi kerak. İkinci XHTML elementi cho'qim ichilgandan keyin yepilish kerak. Mana bu ichilish va yepilish xat kuchi va xat kuchlarga nisbatan unda oxirgi xat kuchini, ya'ni yepilish xat kuchini bunda yozmay holat yozish xato. Cho'qim buni ochgandan keyin yepish kerak. Andan keyin mana bu yepilish xat kuchi yo'q, masalan, BR, HR, mana bu rasm xat kuchiga qatorliq xat kuchlar to'g'ri kelib qolganda, buni biz mana bu bir bo'sh o'rin bir yanto sızıqni yozish orqali ma'qul holatda buningki yepilganligini ifodalashimiz kerak. Uchinchisi, HTML elementi cho'qim kichik yozilishi kerak. Sizlar ustidagi kodda body'dagi ma'lumotlar cho'ng yozilgan, p xat kuchim cho'ng yozilgan. Biz cho'qim buni kichik holatda yozishimiz kerak. To'rtinchi, XHTML uchda cho'qim bir asosiy element bo'lishi kerak. Bu asosiy elementniki nima deganda biz oldida so'zlab o'tgan barliq xat kuchlar bir asosiy element hisoblandi. Shuningdan birisi cho'qim bo'lishi kerak.